9 qiz munbiri qurilgandan tortib hozirga qadar har qaysi ündidar toplarda va yoki salonlarda o'xshamagan temalarda va o'xshamagan mazmunlarda ahamiyatli leksiya va suhbatlarni uyushtirish orqali aktiv energiya taqib keldi. Har qatorliq suhbat va yoki leksiyadan nurg'ulagan xonim qizlarimiz tegishli manfaatga va bilimga erishdi. Yaqında 9 qiz munbiri ayollar va bolalarning jamiyatdagi ijtimoiy o'rni va ma'arif saposi haqida suhbat uyushtirib, ahamiyatli yig'ilishdan xatir qoldirdi. Nazaringlar bu vaqtdagi mazmunda bo'lsin. 9 qiz xonim qizlar taraqqiyot munbirining 3-soni yaqinda yana bir qatim ahamiyatli tema asosida ilg'or ko'z qarash, o'tkir fikrli xonim qizlarning jam bo'lishi bilan g'albilik elib berildi. Bu munbar qurilgandan tortib ta hozirgacha jamiyatga nisbatan ayollar va bolalarning huquq manfaatini qo'g'dash, ma'rifda ayollarning roli, ayollarning oila taraqqiyotidagi harakatlantirgich kuch omili qatorliq jihatlarda nurg'un munozara va muloyizlarni qilib, jamiyatga ayollarni xabardor qilgan edi. Bu qatim bu munbar yana o'zgacha tema orqali yangi ideya, yangi ko'z qarashlarni yakunladi. Bizniki bu xitimliq yapayotgan muloyiza va suhbatlarimizning asosiy temasi birinchisi baxt haqidagi o'xshamagan qarashlar. Bu vaqtda biz psixologlar, madaniyat sohasidagi bir qism so'zlovchilar bilan fikrlashyapmiz. Bu yerda o'xshamagan, intayin qiziq, boshqalar anglasima hayron qoldigan bir xil o'z qarashlar bo'lyotdi. Chunki bular o'zining reallikini so'zlaydi, o'qigan kitoblarni so'zlaydi, boshqalarning anglaganlarini so'zlaydi, ham oxirida to'g'ri bo'lgan, ommabop bo'lgan, ham xos bo'lgan bir qism mazmunlar yakunlab chiqaryapti. Ikkinchi temamiz ayollarningki ma'rif saviyasi va buning ularning ijtimoiy o'rniga ko'rsatgan ta'siri haqida bo'lyapti. Ma'rif orqali yo'qturgan, o'zlashtirgan tafakkur odati va tafakkurningki real turmushga ko'rsatgan ta'siri bu intayin muhim degan tema yakun sifatida so'zlanmoqda. Undan xonim qizlar farzand tarbiyasi haqida biroz andishalik, ammo qurilish ideya yangi bir tadbir xarakterlik maslahat taklif fikrlarni beryapti. 9 qiz munbirining a'zolari jamiyatdagi ilg'or idealik ayollarning to'pidan shakllangan. Yosh qatlami ko'p xil, ijtimoiy orqa ko'rinishi har xil bo'lgan bu ayollar o'z sohalarida ko'rgan bilganlari, amaliy turmush tajribalari bilan yakunlaganlarini mana bu munbar suhbatida o'tirg'i qo'yish orqali ayollarning o'rni va roli, ayollar va bolalarning ma'rif tarbiyasi haqida yaxshi tasavvur, ilg'or fikrlarni o'tirg'i qo'yishdi. Nurg'un arboblarimiz, nurg'un odamlar bir ayolni tarbiyalasak, dunyoni tarbiyalagan bo'lamiz degan so'zlarni deydi. Lekin mushu ayollar qanday muharibga muhtoj degan masala to'g'risida bo'lgan cho'nqur fikrlashdik. Bo'libmi? Buningki ayollar ijtimoiyligi jihatda sarxillashish, cho'nqurlashish, darajasi yuqori ko'tarilish qatorliq jihatlarda zo'r bir islohot bo'lmasa, biz Uyg'ur ayollarining ayollik ijtimoiyligi nurg'un muhariblarning ichida turib, yana yuqori ko'tarilmaydiganligimiz, ona bo'lish sapoyimiz, ayol bo'lish sapoyimizda o'zgarish bo'lmaydiganligi to'g'risida yaxshi o'rtoqlashdik. 9 qiz xonim qizlar taraqqiyot munbar suhbatiga peshqadam ayol korxonachilar, yozuvchi, san'atkorlar, ma'rifchi va madaniyat tarqatquchilar qatnashgan bo'lib, o'zaro o'rganish va mehr-muhabbat munbirini shakllantirib, cho'nglar bilan yoshlar, ilgirkilar bilan keyingilar o'tirsida madaniyat o'rganadigan an'anaviy axloq qarashlari, zamonaviy madaniyat hodislari, bugungi zamonda farzandlarni tarbiyalashda bolalarga qanday yaqinlashish, oilani qanday qilganda texmi inoq, texmi go'zal, texmi iliq bir kollektivga aylantirish to'g'risida ahamiyatli suhbat bo'lindi. Cemiyet azı taraqqancha ayollar asasen sırtlardan aytıcık çoğun işlerini kılvatıdı. Meyli rehberlik orunda bolsun, ya bolsun, şu iyilikleş cereyan cihatı bolsun, ya bolsun, medisina bolsun. Işkılıp her qaysı katlamlarda ayollar özününki rolünü hem de tuluk cari kıldırıp, hazırın üzlüksüz küçüyüvatıdı. Bunu deyken hem de cemiyet şundak taraqqılıp, şundak yaxşı bir siyasetle aslında ayollarının bunu deyik ornetlik bağınçayını küçüyüp, çokum kelgüsü yani biz oylamagan aşu muvaffaqiyatlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Jamiyat taraqqiyotida muhim o'rinni egallab turadigan xonim qizlarning mana shunday ilg'or fikrlik so'rinlarni hozirlab, jamiyatga aktiv ta'sir ko'rsatishni va ma'rif tarbiyasi jihatda yana yuqori saviyalarga yetishni umid qilamiz.